Salom do'stlar, sizlar bilan Xurshidem va bugun men hozir yerni olib borishim kerak edi. Menga ish aytgandi. Tak boraylikchi. Eshikni yopamiz. Soat 8 bo'libdi do'stlar. Boramiz. Aytdi kim bor? Kimdir niki ko'rinyaptimi? Salom hokim, biz bugun mirda almashtirishimiz kerak hamda yangi mir topib qo'ydim. Bo'ldi. Ali. Siz kimsiz? Men adminman. Admin? Ha. Men yangi mir topishga keldim. Mer. Ha, yangi mir topishga keldim. Xo'sh. Aynan bu qishloqdan odamlarni ko'rib, yangi mir sifatida tanlayman. Bitta men va boshqa jitillar, lekin jitillar merdek gap. Mayli. Hozircha siz menga yordam berasiz? Yuring ketdik. To'xtang, merni oldiga kirib chiqay. Gap menga bitta narsa berish kerak edi. Bo'ldi, davay kirib chiq. Janob mer. Manisa, Nimaga sizni ishdan bo'shatdi? qimor o'ynagandim va yutqazib qo'ydim. Ancha katta pul, ya'ni sizlarning oyliklaringiz. Bizni oyligimizni? Urma. Atay qilganim yo'q. Men boyib ketdim, 2x beraman degandim, afsuski yutqazib qo'ydim-da. Siz o'ylayapsizmi, bizni oyligimiz, bizni oyligimiz. Do'stlar, bizni ahmoq mer biz oyligimizni qimorga tiqib yutqazib qo'yibdi. Siz jinnimisizmi mer? Urma. Bo'ldi, men ishdan ketyapman. Endi boshqani ber bo'lsa kerak. Siz deb endi oylikni olmaymizmi, Olasan, hozir beradi, admin. Siz deb men hozir oylikni kech olamanmi, mer? Nima deyapsiz? Jahl qilma. Beradi oyligini. Hozir bo'ldi, 2 kundan keyin. Menga kerak. Admin chaqiryapti. Keyin kelaman, siz bilan o'zim gaplashaman. Siz qimorda meni va boshqa jitillarning oyligini qimorda yutqazib qo'ydingiz. Do'stlar, qaranglar, mer yomon, mer yovuz deb ketingizlar. Bizni oyligimizni o'ylayapsizlarmi? Bizni oylikni qimorga tiqib yutqazib qo'ygan. Hozir chiqyapman, admin chiqyapman. Bo'ldi, ketdik. Bizga butun qishloqni aylantirishingiz kerak. Keyin men bilan boshlaymiz, kirishdan yuring. Bo'ldi, ketyapman. Admin bo'lib turib qishloqlarni bilmaysizmi yaxshi? Men bu qishloqqa ikkinchi marta kelishim. Aynan birinchi marta kelganimda ham xuddi shunday mer tanlab ketgan edim. Bu mer qishloqda bir fermer edi. Hozir bo'lsa shu merliga ko'tarib yutqazdi. Men qimordami? Siz Qimorda yutqazganini qayerdan bildingiz? qimorga yutqazganligini butun qishloqlarda himoyalovchi hokimlar menga yetkazdi. Yuring, men tak bizning mana kiraverishda mana bu qudug'imiz bor. Keyin o'ng tarafda bitta kambag'al jitillar, ya'ni puli uncha ko'p bo'lmagan jitillar yashaydi. Hozir hammasi ketib qolgan. Men bitta ustak yashardi. Agar videomni ko'rgan bo'lsangiz, men bitta kim bir qilich yasaydigan ustami? Yo'q, uy qurilishga narsalar sotadigan. Bitta hech kim yasamaydi, bilmayman. Bitta hozir hech kim yo'q. O'zingizlar ketib. Tak, keyin bu tarafga o'tsak, quduqning chap tarafida bet minora, ya'ni anaqa tepaga chiqib nimalar borligini bilish uchun minora. Men bu Artur bor, videomda chiqqan. Artur, mashhur o'sha blogerning uyi. Atmetga qilamiz bizlar. Bizlar atmetga qilamiz. Eshikni qanday ochishsiz? Qulf edi-ku. Bizda butun qishloqlarning kalitlari bo'ladi. Yuring ketib o'tdi. Chiqing. Mayli, shu joylarda endi ko'rsatganga qilamiz. Mana bu bitta Bu ijrosi joyga yo'q. kim qaraydi? Bu joyga Artur qaradi, hozir ketgan. Bu joyga o'tlar ham o'sib ketdi. O'sib ketgan. Mana bu meniki. Yuring endi glavni joyini tanishtiraman. Tun bo'lyapti. Yuring, men bu yoqqa quduqni to'g'risiga borsak esa, men bitta o'ng tarafda merning uyi, o'z bilsangiz kerak. Bitta ikkita ferma, bittasi merniki. Men bitta unaqa bo'lish kerak edi. Ya'ni narsalarni soladigan joy bo'lish kerak edi, lekin unaqa emas. Omborxona bo'lish kerak edi. Lekin unaqa emas. Men bitta baklajga teradigan jitil aka yashardi, u ham yo'q. Yaxshi. Bu joylarga men ham qaramay qo'ygan ekan. Merniki edi. O'zim joy ham bo'libdi. Xo'sh, mer deb endi kimni saylaysiz? Aynan bu akamiz bo'lsa sayohatga bo'ladi. Mer endi kim bo'ladi? Admin? Bu merda ertalabgacha o'zim hal qilaman. Ertalabgacha? Ha. Bu men ketaveraymi, ishim bitdimi? Menga bor xona
Topib bera olmaysanmi? Ha, как раз menda bitta bo'sh xona bor. Yuring. Qayerdasan? Ha, bo'ldi. Mana bu Ko'rdim. tepada derazani ko'ryapsizmi, uyimning tepasida? Ha. Shuna eshikdan kirganda o'ng tarafda narvondan chiqing. Yo'q, mana bu yerda yoting. Siz mana bu yerda televizorga admin siz bu yerda yotishingiz kerak. Yaxshi, xayrli tun. Do'stlar, endi anaqa bo'lish uchun admin xayrli tong. Ay, mana tong ham bo'ldi. Endi ko'cha chiqamiz. Do'stlar, Men men bu yuzimni qishloqqa yuvib hamma jitellarimni chaqira olasanmi? Jitil? U yo'q, chaqirmadi, yur meyorda xonasiga. Bizda jitillar kam. Meyorda xonasiga kirgin. Hozir eshigim yo'qoli, ochiq qolibdi. Qayerda? Ketyapman. Nima deysiz? Aynan meyorda xonasiga. O'sh, gench. Aynan bu qishloqqa Nimaga keldilaring? biz yangi mer deb Xurshidbekning bu qishloqqa mer deb tasdiqlayman. Bugundan boshlab Xurshidbek bu qishloqqa mer deb saylandi. O, menga unaqa karlama bo'ldi, sen yo'qol bu yerdan. To'g'rimi, admin? Ha, bu mer endi butunlay chiqib ketadi bu qishloqdan. Короче, mer bu yerdan keting. Hozir narsalarni yig'ishtirib ketaman, lekin bunaqa xo'rlash kerak emas. Mana boya o't tushib qolgan ekan. Ha, bo'ldi, endi menda turadi. Sen yo'qol bu yerdan, vashiyda. Qimorboz. Ketyapman, narsalarni yig'ishtirib Tezroq mana eshikni ochdim. Bu yerda sotaman men. Bu yerda sotaman men. Kimga? Birorta chetilga men o'zim uyimda merlik qilaveraman. Nega bu joy merlik yaxshi qilma? Nari ham yaxshi. Gap poylama. Poylaganim yo'q. Bo'ldi, eshik javob qo'yish mumkin. Короче, mer bu yerda men sotaman o'zini ana uyimni narxidan 2 barobar qimmat qilib. Sen jinnimisan? Menga farqi yo'q, короче. Bu yerda uyni bo'shatib qo'ying. Endi men merman. Karimning unaqa yomon gap gapirlaring qilmanglar. Men hozir men merga aytayman, menga yomon gap gapirma debman jitilga. Ha. Menga ana yangi kiyim, sen qolib tur. Menga yangi kiyimlar kerak edi, bozorga borib kelavering. Bo'ldi, men bu qishloqdan ketyapman. Aynan bu qishloqqa endi sen mer bo'lding. Mana bozorga borib kelishing mumkin. Hamda xayr. Bo'pti, admin. Mana. Xayr. Do'stlar, admin ketdi. Men esa merman endi, mer do'stlar. Men merman endi, men merman. Men merman deganim do'stlar. Короче, bu yildan boshlab men merman. Men bu yoqqa boshqacha sotib mer deb yozib qo'yaman. Keyin men bu yerda o'zim yotoqxona qilaman. Bekkiginlikdan gaplasharmiz. Tek bitta merlik xonasini qilaman. Hozir men bular ko'chirishim kerak. Bo'linli boshqatdan. Bu qiyin bo'ladi, lekin televizor sig'armikan? Короче, do'stlar, bozorga borib kelgandan keyin videoni boshlayman. Do'stlar, bozordan qaytyapman. Mana kiyimimni almashtirdim, chiroqman, merga kerak narsamni oldim. Kechirimni oldim, ustalarga pul berib, shularni olib tashlaylar degandim. Qilgan bo'lsa kerak. Televizorni o'tkazib olmaganimiz uchun, anaqa o'tkazib olmaganim uchun keyin televizorni sotib yubordim men. Yana bo'shatib ketishibdi. Baq. Bu yoqqa. Men buni olishibdi. Tak, buni bu yoqqa. Bu yerni doim yonib qo'yish kerak. Ana. Bitta ortib qoldi. Nicho. Buni bu yoqqa qo'yamiz-da. Hozir yangi merman-u, balki odam kelar. Qiziqib to'g'rimi do'stlar? To'g'ri. Taxt. Kiring. Salom ber. Ha. Men bu yerlarga aylanib kelib qolganman. Menga ish kerak. Ish topib bera olasizmi? Ish. Hozir sen avval o'zingga uy sotib olishing kerak. O'zimga o'xshagan uy bor, pulni to'lay olsam. Bunini? Ha. Anaqa? Qimmat lekin. To'lay olaman. Короче, anaqa. Ha. Bo'pti, pulni men sendan ertaga olaman. U yerda bitta jitil bo'lishi mumkin. Agar jitil bo'lsa, mer aytib bu yerdan chiqib ket, bo'lmasa o'ldirar ekan de, qamirlamay tur. Xo'p. Shunaqa deysan, keyin ertasi kuni o'zim gaplashaman sen bilan. Ma, yotog'ing yo'q. Qani yotoq, qani? Maginlik kelamasdan ana. Qayna. Bo'ldi. Tushunaymi? Bo'pti, xo'p.
Eshikni yopib yurishni o'rgan, bu emas. Nargi, menikiga o'xshash dedim. Erta jitil bo'lsa chiqib ketishni ayt. Ha. Короче, do'stlar, mer bo'lish yaxshi ekan, hamma merdan murojaat qilar ekan. Короче, o'shanaqa zo'r bo'lar ekanda mer bo'lish, zo'r ekan. Do'stlar, ertasi kuni ertalab videoni davom ettiraman. Bo'ldi, ishing pishdi, ketib. Tengarimni berganing uchun yaxshi. Ha. Eshikni yop. Keyinroq borganimda fermangni ko'rsataman. Ha. Tak, do'stlar, уже menda pul bor. Nargi pulimni ishlatdim-da kecha. Teng pasheta pulimni do'stlar hisob есть. Tak, и ketmonim qani men? Do'stlar. Abbo, ketmonim yo'q. Yer uchun ketmon tekinga beradi. Telefonimni olay. Merman u. Merman ku do'stlar endi. Sal qimmatroq kirkalar va ishlar olaman. Hoy. Nima qilyapsan? Jitilga aytmadingmi chiqib ketdi? Aytam. Chiqmadimi? Ha. Men senga aytdim, ha, o'ldiraman deb. Men unaqa qilmay qo'ying. Men yashagim kelyapti. Men merman. Admin menga vashita ishonadi. Men bu bola vashita bloger bo'lmasa ham kerak. Tushundingmi? Ha. Qani yo'qol, bloger emas ekan. Ana videoga ham olmayaptim bo'lib. Videoga olmayapsanmi? Yo'q. Bu yerga ish so'rab kelgandim. Ish, yur senga ko'rsataman. Puling bor o'zingni hali? Ha. Yop eshikni. $2. Короче, mana shu fermaga qaraysan. Ha. Fermaga qarab bo'lgandan keyin menga ekishni bilasan-a? Ha. O'sha ekib fermaga qarab kelasan oldimga. Hoy, fermani pachoq qilib qo'yma. Kelganingdan keyin narsalar topshirasan, men senga birinchi oyligingni beraman. Xo'p. Bo'pti. Do'stlar, mer bo'lish ham unaqa qiyin emas ekan-ku. Vahima qiladi, mer bo'lish qiyin deydi YouTube'da ba'zilar. Mer bo'lish qiyin emas ekan, takma yoqqa jitillarning oyligini hisob qo'yay, o'zimdan ham ol. Keyin anamga aytib 2 barobar qilib olaman. Hamma blogerlarda ko'raman men buni. Shunda 32 tasi bo'ladi, to'g'rimi? 32 zumrud. Короче-da bir stak dollar beraman. Baribir normal yaxshi bolaga o'xshayapti do'stlar. To'g'rimi? Hozir qo'yinglar. Chunki u yomon xarakter emas, yaxshi gapiryapti, faqat sal kam gapga o'xshaydi, lekin yaxshi qarasam, shunga qarab pulni beraman keyin. Hozir unga asli 2 stak beradigan bo'laman. Ishni yaxshi qilyapti bola. Ko'rg'onasin. Ishni yaxshi qilyapti. Yaxshi ish, kelyapti. Tezroq borishim kerak. Ishni yap. Hamma mer ham o'tiribdi. Tak. Keldingmi? Salom mer. Ha, salom. Men ishlarni qilib bordim. Ber menga. Men. Ha, adashib ketdim. Mana bu ber. Tepaga chiqib dash ber, shunchalik qiynalsak. Tez tashni yaxshi bilmaysanmi deyman. Ha. Endi sekin bog' ishlarini qilyapman. To'xta, hozir pulim o'zimda ekan, puling. Ma puling. Olding, bo'ldi, yaxshi bor. Ha, rahmat. Keyin soqoti ertasi kuni birinchi oyligini beraman, chunki bugun oylik kecha oylik berishmagan-ku, bugun oylik olib beradigan kunda axir do'stlar. Shunga berdim oyligini, ko'chib ketmasa kerak. Mer bo'lish qiyin ekan lekin. Tak, xo'sh, ko'chada baqirishyaptimi? Bolalar, lekin bolalar yo'q. Nimadir o'yladi. Ana bola kelyapti. Yana nima bo'ldi ekan? Mer. Ha? Kunlik oylik to'lovimdan uyni kunini to'lab qo'ysam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Chiqib beraver. $2 atiga. Kunlik to'lov dedingiz? Ha, bo'ldi. Yaxshi. Kuniga $2 senga aytgancha. Bo'ldi, yaxshi bor. Bo'ldi, rahmat.